Ey, qachongacha bunaqa yotirasan? Ha bugun damim ko'yi. 3 oydan keyin to'yib bo'lish kerak. Tur harakatingni qil. Xo'p. 150 kishiga aka 120 million bo'lar ekan to'yimiz. 120 million? Ha, premium darajada qilib beramiz. Yozib qo'yavering aka. Bo'ldi. Spalli komplekt necha pul bo'lyapti? 10 million bo'lyapti. Oyi, anu adam bilan yangi olgan spallida yotmayapsizlar-ku, to'g'rimi? Xullas, ikkita kran, 8 ta kamera, 2 ta dron, albomlari bilan 15 million bo'ladi. Aka qarang, mengacha 2 ta dona kamerachi yurib bersa bo'ldi. Telefonda olsanglar ham bo'ladi. Bo'ldi, oyijon, mashina, mebel, to'yxona, xullas hammasini gaplashdim. Voy, zo'r qilibsan bolam. Ana endi fotoxona harakatni qilish kerak. Fotoga boradigan chiroyli gazel mashina chiqqan. O'shani gaplash kerak. Chamadonli har xil mandaqa taqib tuquli bor. O'shanaqalarni gaplash kerak. Tog'alarni gaplash. Stop! Menda uncha pul yo'q. Hech qisi yo'q. Uzun bank yordam beradi. Nima? Naqd pullik mikroqarz yoki nasiya ol. Hozir ayni payti 15-sentyabrdan 30-sentyabrgacha stavka 20% ga pasaytirilgan. Birinchi 30 kuni ortiqcha to'lovlarsiz pullarni naqd qilib yechib olib, xohlagan maqsadga ishlatish mumkin. Xo'sh. Undan tashqari Uzun bank O'zbekiston bo'ylab 9000 dan oshiq hamkorga ega. Ulardan QR kodini skanerlab, boshlang'ich to'lovsiz bemalol nasiyaga xarid qilish mumkin. Fa, zo'r. Uzun kartangizni menga bering unda. Yo'q, bu uzun karta meniki. Men buni xohlagancha ishlataman. Asal esa o'zing ol.